Qahramon. İnsanның barlıq fəzilətləri içində qahramonluq birdən-bir tüpki fəzilət. Tarixdəki barlıq mənəvi baylıqları içində qahramonluq dastanlarıyla əsr-əsrlərdən buyan qalblərə birdən-bir quvvat bo'lib, ularni yigilab qurib ketishdən saqlab keldi. Qahramonlar to'g'risidagi daston va cho'chak rivoyatlar xalqimizning tarixiy bayonlarining gul tojisi. Bu botirlik kuylari og'ir kunlarda va mushaqqatlik hayot safarida kelayotgan karvonga umid va ishonch bag'ishlab, jafoliq safarning cho'qim bir kuni oyoqlashadiganligidan bishorat berdi. Bu dastonlar ojizlarga kuch, ümidsizlarga umid, ishonch bag'ishlaydi. Faqat sunmas irodalik, taqdirga bosh egmaydigan azimatlarning hamon bir kuni maqsadga yetadiganligiga ishondirdi va yetaklaydi. Qahramonning hayot maqsadi millati va vatani uchun bo'lg'ashqa, uning shuhratimi cho'qimki millat yoki davlatga tava bo'ladi. Mayli uning shuhrati qanchalik taralgan bo'lsin, u bu shuhratni o'zining millati va vatani uchun qilgan kurashlari bilan qo'lga keltirgan bo'ladi. Qandaqdir umumiy insoniyatga tava qahramon bo'lmaydi. Bu xuddi insoniyatga o'rtaq manfaat bo'lmagandekla bir ish. Mayli biz qanchalikla zo'riqib, muhabbatimizni bildirmayli, boshqalarning qahramoni hargizmi bizning bo'la olmaydi. Boshqalarning qahramoni cho'qimki bizning manfaatimizni o'z millatiga elib berish yoki o'z millatining daxliga uchirgan manfaatini qo'g'dash bilan dunyoga keladi. Bu xuddi Napoleon sharqliklarning qahramoni. Stalin bizning qahramonimiz bo'lmagandekli bir ish. Qahramonlik avam turmushidan halqib ketadi. Biroq u avam orasida mangu saqlanadi. U o'rtaq xavf va chaqiriq kuchiga ega bo'lganda hayron qolarlik kuchinib avomlashadi. Mohiyatda avam ularning bo'shkidir. Faqat bir odamning shaxsiy yukini ko'tarishdan halqib, qalbiga umumiy xalqning murod maqsadlarini pukkan odam haqiqiy qahramon bo'ladi. Qilayotgan harakatini boshqalarning oldida xalqim uchun deb izohlab turishni unutmaydiganlar chin ma'nisidan qahramon emas, ham mangu bo'la olmaydi. Haqiqiy qahramon o'z harakatining ulug'vor maqsadining kim uchunligini izohlab yurmaydi. Hatto xalqliq minutlarda o'z xalqining manfaati uchun o'zini qurbon qilsa, ba'zida ko'p sonliqning manfaati uchun oz sonliqni qurbon qiladi. Qahramon davrdoshlari tarafidan ba'zida nuqsonsiz avliyo bo'lishga majburlanib, o'z xizmati bilan emas, balki axloq deb atiladigan shaklsiz qimmatga ega nuqtai nazar bilan baholanib qoralashga uchraydi. Va yoki ko'p sonliqning manfaati uchun qilgan keskin pozitsiyasi va tadbiri bilan davrdosh avam tarafidan emas, balki keyingilar uchunmi ibratlik tema va qonxo'r olvosita sifatidami tasvirlanadi. Ba'zida butun vujudi bilan millat uchun xizmat qilayotgan ba'zi esil kishilar ayrim savallik tufaylidan ba'zi shuhratparas, nomussiz kishilar tarafidan haqoratga uchraydi. Hatto millatning xoiniga chiqariladi. Mana bu haqiqiy qahramonning nohaq qiyofati va tragediyasi. Qahramonning axloqi bilan xizmat iqtidorini bog'lab ko'ngan avomga qaraganda, qahramonning o'ziga munosabatlik fazilatini bir yonga qayirib qo'yib, xalq taqdiriga munosabatlik bo'lgan xizmat iqtidorini asos qiladigan avam to'limi donadir. Ular qahramonning meg'izini yeb, shaklini yemaydigan kang qo'saqlardir. Bu ikki xalqning o'z qahramonlariga tutgan pozitsiyasidagi o'xshamaslik
ularning dunyodagi o'rnining o'xshamasligini belgilagan. Shu sababdan ularning o'xshash zimindagi, o'xshash davrdagi taqdiri o'xshash bo'lmaydi. Qahramonning fazilatidagi o'ziga yoqmaydigan nuqsonlarni uning xizmat iqtidori bilan bog'lab oladigan kishilar meg'iz bilan shakolni aralashtirib yevilib, bu meva battamkan deydigan nadonlardir. Qum bosgan shahar romanining 11-bobida shundoq ham tragediyalik ham komediyalik bir voqea bor. Dushmanning tajovuziga uchirgandan keyin o'zining podshohi yo'qligini birdilla his qilgan beg'amlar shahrining fuqarolari o'zlariga podshoh saylash uchun saylam qiladi. Saylamda biraylan turdi sarrabni podshoh bo'lsin deganda yana biri yo'q, u bo'lmaydi, uning maxfiy xotinlari bor deb qarshi turdi. Yana biraylan tashaxun tevibni ko'rsatsa, podshoh bo'lg'isi borlardan biri o'kti qo'pib, bu tevib er yo'q xotinlarning kesilini bakrak ko'ridi deb qarshi turdi. Oradan biri sodiq tomchini ko'rsatganda, uning haqam soyilaridan biri u o'tgan yili qo'shnisi bilan so'qishib kelib, qo'lidagi kaki bilan qo'shnisini chanivatkili tas qolgan deb fosh qiladi. To'xti dokar deb bir savdogar ko'rsatilsa, uning bir masjid tishi bo'lmaydi, bir qitim uning ishtini masjidda serilib ketib rasvo bo'lgan deb unumaydi. Abdur oxirida bu shaharga Xudo osmondan podshoh bo'lishga farishtalarni tushirib berolmaydi-da deb ochiq kinoya qiladi. Mangu yetkili bo'lmaydigan insoniy mukammallik va xizmat bilan axloqning munosabatini yo'ritib berishda dunyo adabiyotida buningdek obrazliq asar bo'lmasi kerak. Bir odamning shaxsiy fazilatidagi nuqsonlarni deriz qilib, uning xizmat iqtidori va qobiliyatiga nazar silinganligi sababli bundaq quyidagi avam orasida mangu ittifoqlik bo'lmaydi. Ular orasidan osonlikcha xalq dohisi chiqmaydi. Avamning o'z duolarida to'xtamay tilavatgan, qoniyning baricha to'laydigan ittifoqlik mohiyatda boshlanish emas, balki ma'lum jarayonning oxirlashishidan keladigan natija. İttifaqlıq nurg'un badallar hisobiga qo'lga keladi. Ashu ittifaqlikqa erishishi uchun cho'qim uning manfaatdorlari har biri ayrim badal to'lish kerak. Ba'zida oti dushmanining qo'lini siqishga, yana ba'zida o'z bilan fikr ixtilobi yoki shaxsiy ziddiyati bor odam bilan o'rtoqlashishga, qachondir bir chog'larda o'ziga axloqsizlik qilgan odam bilan chiroyliq salomlashishga, bir dasturxonda mungdishishga majbur bo'lgandilar va xohlagandilar ondan heliqi hammani mabtun qiladigan ittifoqlik va birlikka erishgili bo'ladi. Dadasini o'ltirgan bir shaxsni normal axloq qarashimizga sig'dirishimiz mumkin emas. Ammo tariximizdagi faxrlik imperatorimiz Botir Tangriqutning kuchli davlat barpo qilish uchun dadasini va o'gay qarindoshlarini qirib tashlashini uning keskin pozitsiyasi deb ta'riflaymiz. Demak, qandoqli bo'lmasin Botir Tangriqut, ya'ni rivoyatdagi O'g'izxonni buyuk qahramonimiz deb faxrlanamiz. Demak, qahramon bir millatning uyushish nuqtasi. Bu nuqta farishtani emas, odamni markaz qilg'ashqa kamchilikdan xoli bo'la olmaydi. Xalq faqat mohiyatdagi o'zining manfaatining vakili bo'lgan qahramoniga keng qo'soqlarcha muomala qila olgandilar, ondan butun xalq ittifoqlashadigan markaziy nuqtaga erisha oladi. Bu ittifoqlik bu xalqni tog'dek ig'ir kun, qiyomatning dashtidek taqdirdanmi qutqizib chiqa oladi.